Men mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Hozir mashina o'zini ish bo'lmasa ham narxini aytamiz. O'zida bunaqa displeylargacha bor ekan. Qaranglar. Okey, narxini aytib ketaylik. $480 и 4 ta motor ishlaydi. Bu yerda 2 ta motor. Skuter motor, ovoz chiqmaydi bu. Yo'q, 5 shum. 5 shumni yur ekan, qaranglar. Rullarni ham ashya. Yengilchasi ekan. Bu tomonda multimediyasi. Mana sensor ishlaydimi, shunda ishlamaydimi? Sensor ham ishlaydi ekan. Planshet pulga ovozidan ishlatsin. Ha, buni planshet qilsa ham bo'ladi. Voy, mana buni qarasanglar-chi, og'irgina ekan o'zi ham. Zo'r ekan. Agar qimmatroq variantlar kerak bo'lsa ham bor yoki arzonchi variantlari ham o'tda bor. Arzonchilari ham bunaqacha sifati past emas, sifat hammasi chotki. Kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, eng arzon narxda. Hozir nomer tashib ketaman. Reklamaga bir tiy olmaganmiz har doimdek. Bitta like bosib ketasiz. Orqasida pritsep bo'lar ekan. Qaranglar, zo'ri. 2-3 ta bo'lar, maza qilib 3 ta bo'lar ekan. Bu tomonda yoqilinadi. Hammasida ovozini qarang. Hammasida akkumulyator o'tirmagan. Hammasi yangi mashinalar. Kerak bo'lsa, pritsep ham ko'tariladi. Pritsep ham ko'tarilar ekan.